Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh o'rgamchak to'ri uchun Rossiyaning javobini kutmoqda. AQSh rasmiylarining Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlarga ishonchli bo'lgan omad silkasini kommentariyada qoldirdim. Kommentariyadagi silka orqali saytga kiring, ekraningizda ko'rib turgan promokod orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga va'da qilingan 3 million so'mgacha bonus olishingiz mumkin bo'ladi. 1000 marta eshitgandan ko'ra 1 marta kirib ko'rgan afzal. Saytga o'ting va o'z omadingizni sinab ko'ring. Rossiya yaqin kunlarda Ukrainaga qarshi harbiy aerodromlarga uyushtirilgan hujumga javoban ko'p yo'nalishli zarba berish mumkin hamda AQSh hukumati aynan shu zarbani kutmoqda. Manbalarning ta'kidlashicha, Moskvaning javobi asimetrik bo'lishi mumkin, ya'ni u to'g'ridan to'g'ri aynan aerodromlarga emas, balki ramziy va muhim obyektlarga qaratilishi ehtimoli bor. G'arb diplomatlarining biri javob keng ko'lamli, shafqatsiz va qat'iy bo'ladi degan fikrni bildirdi. Rossiya Mudofaa vazirligi joriy yilning 1-iyun kuni o'z murojaatida bildirganidek, bir nechta viloyatlardagi harbiy aerodromlar Ukraina dronlari tomonidan nishonga olingan. Murmansk va Irkutskdagi aerodromlarga dronlar tufayli bir nechta samolyotlar yonib ketgan. Qolgan hududlarda hujumlar muvaffaqiyatli qaytarilgan. Ba'zi hujum ishtirokchilari qo'lga olingan. Irkutsk viloyati gubernatori Igor Kobzev dronlar yuk furasidan uchirilganini bildirib o'tgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy esa Rossiya yuk mashinasi haydovchilari tashiyotgan konteynerlarda dronlar borligini bilmaganini aytib o'tgan. U shuningdek, Ukrainadagi maxsus xizmatlar bu hujumda faqat o'z qurollarini ishlatganini, g'arbdan texnika olinmaganini ta'kidlab o'tgan.